Mir Alisher Navoiy bobomiz tavalludining 585 yilligi hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligi munosabati bilan Hamid Olimjon va Zulfiya ijod maktabida yosh harbiy xizmatchilar va ijod maktabi o'quvchilari o'rtasida Mard ajdodlar yo'li bizning yo'limiz mavzusida ma'naviy ma'rifiy uchrashuv hamda buyuk ajdodlarga munosib avlod bo'laylik ijodiy tanlovi o'tkazildi. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Jizzax viloyat kengashi tomonidan Yozuvchilar uyushmasi, viloyat axborot kutubxona markazi, Xalq demokratik partiyasi viloyat kengashi hamkorligida tashkil etilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Dunyo ilm fani madaniyatiga beqiyos hissa qo'shgan ajdodlarimizning hayot yo'lidan har qancha faxrlansak arziydi. Xususan ikki buyuk shoirimiz Mir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning boy ijodiy merosi butun insoniyat olamida katta qiziqish bilan o'rganib kelinmoqda. Ayniqsa mutafakkirlarimiz asarlarida ifoda etilgan insonparvarlik, vatanparvarlik, adolat va komil inson g'oyalarining yoshlar tarbiyasida o'rni katta. Mard ajdodlar yo'li bizning yo'limiz mavzusidagi ma'naviy ma'rifiy uchrashuvda ajdodlarimizning boy adabiy va ma'naviy merosi, ularning milliy ma'naviyatimiz rivojida tutgan o'rni haqida atroflicha so'z yuritildi. Tadbirning mantiqiy davomi bo'lgan ijodiy tanlovda esa Mudofaa vazirligiga qarashli Jizzax garnizonidagi harbiy qismlar, Milliy gvardiya boshqarmasi, Ichki ishlar vazirligi Jizzax akademik litseyi, Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabi hamda O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filialidan jami 6 ta jamoa 3 ta shart asosida o'zaro bellashishdi. Ijod maktabimizda G'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludiga bag'ishlangan tadbir ko'tarinki ruhda bo'lib o'tmoqda. Bu ikki shoirning ijodini biz darslar davomida ham doimo chuqur o'rganib boramiz. Tadbirda qatnashuvchilar 3 ta shart asosida bellashishmoqda. Tadbir uchun qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Shoh va shoirning g'azallarini yodlash va ularni rolga kirishib ijro etish biroz o'quvchilarda mashaqqat tug'diradi, lekin o'ylashimcha buni yaxshi uddaladik. Dastlab jamoalar turli sahna ko'rinishlari, she'riy hamda musiqiy chiqishlar orqali o'z jamoalarini tanishtirishdi. Ikkinchi shartda esa ishtirokchilar Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodiga taalluqli 4 tadan savolga javob berishdi. So'nggi shart ham anchayin qiziqarli kechdi. Bunda bobokalonlarimizning hayoti va ijodiga bog'liq turli sahna ko'rinishlari namoyish etilib, baholashda sahna asarining mazmuni, ishtirokchilarning liboslari hamda aktyorlik mahoratiga alohida e'tibor qaratildi. Harbiy xizmatchilar, yoshlar o'rtasida ko'pincha o'sha sport musobaqalari, uchrashuvlar o'tkaziladi. Aynan bugun mana shu buyuk mutafakkir bobolarimiz Mir Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Boburning tavalludiga bag'ishlab yosh harbiy xizmatchilar o'rtasida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi hamda ular o'rtasida tanlov o'tkazilib, tanlov jarayonida ishtirokchilar yosh harbiy xizmatchilarimiz, bobokalonlarimizning o'sha ma'naviy merosini keng o'rgangan holatda o'zlarining ijodiy ko'nikmalarini, o'zlarining sahnadagi chiqishlari bilan namoyish etishdilar. Ko'rik tanlovga juda qizg'in darajada tayyorgarlik ko'rdik. Tayyorgarlik jarayonida Mir Alisher Navoiyning hayoti va ijodi, Zahiriddin Muhammad Boburning sarkardalik davrlaridagi hayoti hamda madaniyatga, san'atga qo'shgan hissalari hamda savol-javob shartiga ham chuqur tayyorgarlik ko'rdik. Bu harbiy xizmatchilarning dunyoqarashini, zehni o'tkirligini hamda ularning dunyoqarashini oshib borishiga ko'p hissa qo'shadi. Natijalarga ko'ra faxrli birinchi o'rinni Mudofaa vazirligiga qarashli Jizzax garnizonidagi harbiy qismning Boburiylar hamda Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabining Ziyo jamoalari qo'lga kiritdi. Ikkinchi o'rinni Milliy gvardiya boshqarmasining gvardiyachilar va Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismning vorislar jamoalari egalladi. Uchinchi o'rinni Ichki ishlar vazirligi Jizzax akademik litseyining Adolat jamoasi qo'lga kiritdi. Tadbir yakunida g'olib va faol ishtirokchilarga tashkilotchilarning diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.